Beverly Believer kompaniyasının Magic Pack mahsulotini iste'mol qilibsiz va sizda novu kasalliklardan natijalar oldingiz. Ben Babacan Ayşan Çayman, Qo'shko'pir больницасында ameliyat hemşiresi bo'lib ishlayman. Meni sog'lig'imda anemishniyadan muammo edi. Nigara aviz va meni taqdimotga qabul taklif qildilar. Shu taklif qilganlarimda menda natijada gemoglobinni past qiz chiqdi. 2 oyda effekt ko'rgan. Taqdimot tamom bo'lgandan keyin undan so'radim. Haqiqatdan shundan Beverlydan natija oldingmi deb. Ha dedi. Ishonmasangiz dedi, iste'mol qilmang burun o'lchatib, keyin iste'mol qilgandan keyin o'lchating dedi. Xo'p dedim men bu yerdagi taqdimotni pozitiv qabul qildim. O'zim medik bo'lgandan keyin to'g'ri tushundim. Tak что bizga kerak narsalar bor. Tarkibida bo'lgan odam organizmina kerakli defitsit narsalar. Bizlar oziq ovqatlardan, meva-chevalardan, yeb ichib turgan narsalarimizdan o'zimizga 100% kerakli narsani olib bilmaymiz. Keyin o'zim iste'mol qilmay burun Oblastnoy Urganch больницасына bordimdan o'lchatdim. 84. 84 da kimlar uchundir normaldir, lekin men uchun kamlik qiladi, chunki kunda 4-5 operatsiyalar bo'ladi, ovqat vaqtimiz o'tib ketadi, holsizlik bo'ladi. Keyin iste'mol qildim. 2 oyda borib o'lchatsam 126 ga deklandi 84 dan. Yana u anemishnidan tashqari Mehribon apga постоянный o'ziga shu malani ham o'tiradi. Mehribon apga chaman. Mehribon apgada borsam 7-4 dan 4 oydan keyin 7-4 edi 5-6 ga tushgan. O'timdagi polip. Mahsulotimizni ertalab och qarnimga bir, kechqurun bir, gohida ishdan xarid kelgan vaqtlarim 2 ga kutaraladim. Ko'pincha baribir anemishniyada cherepnoda kallar edi. 3-chi natijam cherepnodalidan zo'r super natija oldim. Kallam og'rimaydigan bo'ldi. Rahmat.